Qo'yliq metrosining yonida, Qo'yliq kiyim bozori to'g'risida 3 xona, 4 xona qilib foydalansa bo'ladigan 56.500 dollarga 81 kvadratli kvartirani ko'rsatamiz. Pod'ezd eshigimizdan kirganimizda o'ng qo'lda birinchi xonasi, ota-onalar yotoqxonasi yoki detskiy xona qilib qo'ysalaringiz bo'ladi. Bez remont holatida. Kirganimizda o'zim prixoshka bu yoqqa shkaf qo'yasizlar bemalol. Bu tarafda ikkinchi xonasi, hozircha zal bo'lib turibdi. Bu ko'rib turgan hamma narsalaringiz 15-may kuni bo'shatib beriladi, xudo xolasa. Hozir remont bo'lyapti ekan. Bu tarafida navbatdagi 3-xonasi, mana 4 tabaqali kattakon romlarga almashtirib qo'yilgan. Bu tarafidan devor ochib bo'lmaydi, sababi ikkita juda baquvvat devor bor. Bu yerdan devor osib, bu yoqda ota-onalar yotoqxonasi yoki detskiy xona, ya'ni yotoqxona qilib qo'ysalaringiz, bu yoqda zal qilib qo'ysalaringiz bo'ladi shunda. Shunda birinchi xona, ikkinchi xona va bu yoqda uchinchi xona. Bu yoqda mana to'g'ri o'tganimizda sanujelari alohida, to'g'risida mana eshik bor. Bu hojatxona. Buni o'tganimizda mana kattakon oshxonasi. Ba'zilarda ko'rdik, mana bu yerda kuxonniy mebel qo'yadi-da, bu yerda choy ichib o'tirib, bu yoqda detskiy xona qilib qo'ysa bo'ladi bemalol. Yoki 2 etajli karavot qo'yib, bir yoki ikkita karavot qo'yib qo'ysalaringiz ham bo'ladi. Eski dokumentda 81 kvadrat, hozirgi dokumentida 79 kvadrat chiqqan. Lokatsiyasi mana Kompas bozor, Qo'yliq metro bekati, Qo'yliq mana kiyim bozori to'g'risida 9 etажli domlarda joylashgan. Lokatsiyasi juda mana metroga yaqin joyda, Kompas bozor. Bu tarafida mana Qo'yliq ota masjidi bor, masjid so'raganlar uchun. Biz remont uvita holatida 56.500 dollar, ustida ozgina o'tib beradigan joylar bor, faqat naqdga sotiladi. Pastdagi nomerga aloqa qilib ko'rasizlar. Kvartira tarsoy emas, o'rtada, ikki yonboshi, tepa pasti ham hammasi kvartira. Lift yangisiga almashib qo'yilgan. Ulgurib qoling, 56.500 dollar pastdagi nomerga aloqa qilib ko'rasizlar.